Salom do'stlar, sizlar bilan Best. Va bugun meni sizlarga juda yomon xabarim bor. Chunki bizning qishlog'imiz tomon ulkan gazela hujum qilmoqda. Ya'ni bizning meni qishlog'imni yo'q qilib tashlamoqchi. Bugun biz sizlar bilan birgalikda qishlog'imizni oborona qilamiz. Ya'ni udazashda qishlog'imizda ulkan gazeladan saqlab qolish uchun. Va biz yetmaganiga bu yer qishlog'imiz oldini zashta qilish uchun hattoki tanklardan boshlab tepadan uchib tushadigan askarlargacha, pastdan otib chiqadigan lavalargacha qo'yamiz. Men gazelani yo'q qila olamanmi, yo'qmi, bilib olishni istasangiz videoni oxirigacha ko'ring. Va albatta obuna bo'lib qo'ying, 1 minutdan ozgina qoldi. Men sizlarga endigina qishlog'imni ko'rsatmoqchi edim, uyimni ham ko'rsatmoqchi edim, lekin uje gazela hujum qiladigan bo'lib qoldi. Meni uyim bemalol ko'rishingiz mumkin. Mana bunday sandiqlarim, mana pechka, mana bunday sandig'imda har xil narsa. Tepaga qavat bor, cherdagi bor, bu yerda men yotaman, chunki tepada yotishni yaxshi ko'raman. Shunday qishlog'imni men shunday gazelaga yo'q qilib turib qo'ymayman. Shuning uchun super oborona qilamiz. Ya'ni obsidiandan bo'ladi. Chunki u obsidianni sindirguncha biz uni o'ldirib qo'yishimiz ham mumkin. Menimcha o'sha taraflardan ketish kerak. Bo'pti, endi biz qurish ishlarini boshlaymiz. Birinchi bo'lib obsidiandan devor qura olamiz. Obsidianni oldik, u grida mashlardan bo'ladi. Mana 1 3 4 5 4 blok ham yetarli. O'ylaganimda baland bo'lib ketar ekan, agar 5 blok bo'lsa, va biz buni qurib olamiz. Qo'yamiz va bizni xalamiz tayyor. Mana bunday ko'rinishda bo'lyapti obsidianli takoy qarg'a. Bo'ldi, endi uni olib aslicha platformaga chiqaramiz, chunki men turib olib o'tishim uchun gazelani ham qo'lga uchun olib borish uchun esa qancha narsa kerak. Mana platforma qilamiz. Hop, ana bunday joyga bo'ldi. Agar uni qilib qo'ysak, yana xavfsizroq bo'ladi. Otayotganda mashina ishlarni nasib berkanam, men mana zashita qilib uni otib o'ldirishimiz mumkin. Mana bo'ldi, bu yerga joy tayyor. Endi biz esa tepadan uchib tushadigan askarlarni qilamiz. Mana shu burchaklarga qilsak bo'ladi. Tepaga uzun qilib yasab chiqamiz. Endi esa narvollarni qo'yib chiqamiz. Bo'ldi, narvollarni qo'yib chiqqanimizdan keyin esa bu yerga kichkinagina platforma chaqiramiz. Kichkina emas, katta emas, mayli. Hop, birinchi bo'lib eslab oling, qanday bo'ldi esladim. Bunday platforma quramiz. Ana endi o'rtasidagi bloklarni sindiramiz. Bu yerga esa yana bunday itaradiganlarni qo'yib chiqamiz. Hammasi bunday bloklarni bunday qilib turadigan bo'ladi. Qo'yib chiqamiz. Ana endi esa ularni redstone bilan birlashtiramiz. Mana bu yerga ozgina chiqqandan keyin hamsoq tushib ketishim uchun platforma qilamiz. Platforma ham masalan redstone bilan urab chiqdik. Endi dastakni qo'ydik. Mana yoqqanimizda mana bunday ko'rinishda bo'ladi. Endi uni ustiga mana bunday nimaga bunday turishini sababini oxirida tushuntiraman. Bu yerga yana mana bunday iteratsiyalarni qo'yib chiqamiz. Ular aktivlashtirilmagan bo'ladi. Yo'q ketdi, bo'ldi, o'chamiz. Ularni hammasini qo'yib chiqamiz. Tepasiga yana bir qavatdan itaradiganlarni qo'yib chiqamiz. Va mana bularni ham tepadagi itargichlarni ham mana bunday redstonega ulab chiqamiz har bittasini, va bularni hammasini dastakka ulaymiz. Shunday dastaklar hozir boshimiz bilan ularni ikkalasi hammasi itariladi. Mana shunday qilib ular tushib ketish kerak va bularni hozir oxirida bittada ko'rsatib qo'ya qolaman. Hop, endi nima qilamiz? Yonini yopib chiqamiz. Askar qishloqlarning bo'yi 3 blok bo'lgani uchun ularni boshsiz qolib qolmasligi uchun men tepasini 3 blok qilyapman. Yonni ham yopib chiqamiz. Bu yerga esa oddiy oyna qo'yamiz, chunki ularni ko'rib turishim kerak. Shunday joy yopiq, mana shunday ko'rinishda bo'ladi. Mana bu yerni ham ozgina to'g'rilaymiz. Chambaraklar kerak bo'ladi, biz chambaraklarni hop to'siqchalar bo'ladi. Hozircha biz kerak bo'lmaydi. Bo'ldi, mana hammasini qurib bo'lganingizdan keyin mana shunday ko'rinishi kerak. Ana endi hozir sizlarga tushuntiraman. Qaranglar. Mana bunday buni o'chirsak, bular bir blok qo'yadi. Bir blokda esa askar qishloqlar bir-birini bunday itarib yurayotganda bir-birini tushib ketib qolishi mumkin. Shuning uchun men bularni bunda yoqib qo'yaman. Ya'ni tepasidagi blokni chiqarib qo'yaman.
Shunda bu yer 2 blok bo'ladi va mana bu yerda yurganingizda tushib ketishining iloji yo'q. Shunda ular 2 blokda yuradi. Va shu paytda bitta bu yo'g'ini tortib olib turib, bu yo'g'ini sirazi bosib o'rtadi, ham tagidagi blok ichariga kiradi, ham bunisi itarganda ular uchib tushadi. Bitta eksperiment qilib ko'ramiz. Hop, askar qishloqlarni qo'yamiz. Ular mana 2 blok, mana 3 blokli turibdi. Mana bunisi 3 blok, mana bunisi 2 blok. Bular har xil bo'yda bo'lar ekan. Hop, endi bular mana yurayotganda 2 blokda mana yuradi. Endi mana buni tortib turib, bitta buni tortsak, mana hammasi uchib tushadi. Ularni parashyuti ham bo'ladi. Shunday modlarda o'ynagilar kelayotgan bo'lsa, albatta kanalni yomon qo'yinglar, chunki 5 minut bo'lgan zahoti hamma ishlatayotgan modlarni sizlarga 100 ta video qilib ko'rsataman. Bo'ldi, bu mana tayyor desak ham bo'ladi. Mana bu narsa bitgandan keyin mana shunday ko'rinadi. Pastdagi yoqiq, tepasidagi o'chiq. Va bittasi tayyor. Endi ikkinchisiga o'tamiz. Ikkinchisi men nima qilmoqchiman? Ikkinchisida bunday 3 blokli joy qo'llaymiz. Qo'llaganimizdan keyin bu yerga bunday loqtirgichlarni qo'yib chiqqanimizdan keyin ularning ichiga lava solib, ularni redstone bilan birlashtirganimizda ularning ichidan lava otilib chiqishi kerak. Shu mexanizm yordamida men gazlarni lavada cho'ktirmoqchiman. Uncha cho'ktirganimizda oyog'im tagida lava bo'ladi. Va ularni hammasini orasiga 2 blok qilib, shunday qo'yib chiqamiz. Bularni hammasini redstone bilan birlashtirib chiqamiz. Hammasini redstone bilan o'rab chiqdim. Endi dastaga qo'yib bitta yoqib ko'ramiz. Redstone oxirigacha yondimi? Oxirigacha yonmabdi. Bo'ldi, mana bu yerga uzaytirgichlarni ham qo'ydim, hammasini qo'ydim. Hammasini redstone bilan birlashtirganimizdan keyin birlashtirdik va uni yoqib o'chirganimizda hammasi soatda ishlayapti. Endi unisini yopib chiqish kerak. Uni loy blok bilan. Bo'ldi, hammasini endi loy bilan yopib chiqdik. Endi ichiga bir paxta lava solib chiqamiz. Hammasini ichiga bir paxta lava solib chiqdik. Endi dastakni bosib ko'ramiz. 1 3 yo. Mana uni endi lava otib chiqsa bo'ladi desa bo'ladi. Ana endi biz menimcha tayyormiz. Menimcha tayyor bo'lgan bo'lishi kerak. Hop, endi bu lavani o'chirsa bo'larmikin? Yo'q, torta olmasa ekan jinnisin. Nimani o'chirib chiqish kerak. Men bu yerni ozgina 2 blokdan yana qasib chiqishgan. Bo'ldi, bunisi bilan tayyor desak ham bo'ladi. Endi esa oldiga o'tamiz. Oldin birinchi bo'lib bu loy anaqa chuqurlarni tekisab olishimiz kerak bo'ladi. Bo'ldi, endi oldini mana bunday chambarakchalar bilan yopib chiqamiz. Bu yerda askarlar ichidan turib otadi. Agar chambarak qo'ymasak, ular ketib qolishi mumkin boshqaga va gazzaga kirgan bo'ladi, ularni qatib yurish kerak. Bular qayerda bo'ladi? Bu yerga esa mana bunday askarlarni qo'yib chiqamiz. Askar qishloqlar. Shular bizdan qal'amizni uzoqda turib himoya qiladi. Bu yerga esa juda ham ko'p tanklar qo'yamiz. Bu yerga esa tanklarni qo'yib chiqamiz. Yo, mana buni qarang, chiroyini qarang. Bu taktikligini qarang. Qo'yib chiqamiz, mana shu yoqqa ishtimni qaramizda undoq qo'ysak mana. Bom. Mana shunday o'tadi. Pastga ham qaratsa bo'ladi, tepaga ham qaratsa bo'ladi. Shunday bo'ladi. Mana shunday jinsini men otib o'zi bu yerni to'g'rilash kerak. Nimaga men bu tanklarni buni ko'p qo'yib chiqaman? Chunki bitta dona qo'yib qo'ysam, bunga borib olisham kerak, unga o'tirish kerak. Agar ancha-muncha ko'p qo'ysam, shunday bu yoqdan tushib turib, shunday o'tirib o'tib ketish mumkin. Mana bu yerga har ehtimolga qarshi bitta mototsikl qo'yamiz, yaxshi 2 ta 3 ta ham qo'yamiz. Bu yerga bitta mashina qo'yamiz, mana bu yerga. Epik bo'ladi. Oh, mana buni qarang, mashinaga. Buni tepasidagi ham bemalol turib o'tadi. Bo'ldi, mashina, tanklar hammasi zo'r. Qarg'ish shikalat chiqdi. Endi bunga ommalik sistemadan baho berib o'tinglar. Izohlarga o'tib shunday baho beringlar. Masalan, 10 dan 5, 10 dan 7. Mana bu yerda esa eshik qismi kerak. Eshikni qanday qilishni o'ylayapman hozir men. Hop. Ham bo'ldi, o'yladim. Bo'ldi, bizda qaramiz pachi tayyor. Tepaga chiqish uchun norma qo'yamiz. Har ehtimol qarshi biz elektr bo'lgani bilan, baribir elektrimiz sinib qolishi mumkin. Sinib qolganda biz narvondan ko'tarib tepadan otishni boshlaymiz. Biz hozircha narvon deymiz. Narvonni esa mana bu yerga olamiz. Narvonni olib, temirni o'rniga olamizda. Hop. Mana bu yerga qo'yib chiqamiz. Hop, mana bunisini sindirsak ham bo'lar ekan, chunki otishga qulay bo'ladi. E'tiborli bo'l, anaqani otishni boshlayman, ya'ni gazlarni.
Bo'ldi. Tanklar tayyor, hammasi tayyor, zo'r bo'ldi. Bo'ldi. Endi sandiqni qilish qoldi. Sandiqni mana shu yerda qilamiz. Biz netherite asaqalarni ishga solamiz, chunki ular sinmaydi va normalniy qattiq bo'ladi. Ular bemalol meni asasa kerak deb o'ylayapman. 100%lik tayyor. Mana bu yerda tanklar, mana bu yerda askarlar, mana bu yerda mashina ham bor, hattoki qani butunlay ulab chiqargan. Mana bu yerda tepada ochiq tushadi. Mana bu yerda lavali joy. Bo'ldi. Endi gazelarni kutish qoldi. Qachon kerak? Yo'q, joni ko'rsatyaptimi? Yo'q, orqadan hujum bo'ldi. Yo'q, tez. Orqadan hujum. Nima ekan mana xonada sanayapti? Chinnorsan. Yo'q, o'zingni bor. Mana kamon qilyaptilar. Yo'q, bizni. Bizda judayam kuchli o'yinlar. Obsidianni biz o'tdi. Sekin bizada minsam biz o'tdi. Yo'q. Nima unga xaritasi qilmayapti? Oldiga borib ko'rish kerak. Agar yo'l ketmasa, u ko'rishim kerak. Yo'q. Nasıl yo'q qilyapti narsani? Dinozavr hammasini yo'q tashyapti. Yo'q. Olma. O'z hammasini o'ldirib tashlaydi. Yo'q. Tez. Qo'ydim seni. Ket. O'ylasan nafsga osganingni. Yo'q. Gazlı o'ynaganman shu. Mayli ikkinchi urushimizdan bormizdan taslim bo'lmay speedrun. Va narsani o'g'irishim, narsaim yo'q bo'lib ketmasa ham bo'lsa bo'ldi. Yo'q, ancha o'ynaganda kuchaygan o'ynaganlar katta ekan. Yo'q, jo'rsan. Ana tushgacha o'lishim mumkin. Yo'q, ortdi-ku narsalarim. Qanday yashaman endi? Qishloqni yo'q qildi, yaramas. Shuncha qilganimni bo'qildi shuncha. Joni ham ketmayapti kuni. Endi biz bilan bolalar hali ko'p. Mashinaga o'tirish kerak, buni tezroq chiqish kerak. Biz gazetani ko'chaga osaylik qo'ya olmaymiz. Joni orqadan hujum qildi, qo'rqoq. Biz hali yurgan yer zildirayapti. Tez qani mashinam. Mashinamga borish kerak, tez. Bosh hech bo'lmay qolmadi meni. Hatto gapiruvni hatto sashchalarim ham qolmadi. Udarmasdan qilib qo'ydi. Qanaqa zinqi mana otish kerak endi. Tepadagi narsa otish kerak-ku. Yo'q, nima otmayapti bu? Bo'ldi, endi cho'qitish kerak. Mayli. Bugun gazetani yutolmadik. Qishloqni yaramni yo'q qildi, yaramas. Tekislab ketdi. Unga qurgan biroram menimcha kuchsizlik qildi. Hattoki orqada ham keldi. Orqadan kelishini kim o'ylab deysizlar, boshida hayajonlanib qoldim, men o'yladim. Cho'tanito. Yaramas. Narsalarni hatto yonib ketdi. Olov bilan purkash umuman esimda yo'q. Olov bilan purkadi. Hisobni saqlab qolmadim. Uyim ham yo'q bo'lib ketibdi. Hamma yonyapti. Chinnorsan. Uyim mana shu o'rtada. Tekis qilib ketibdi o'zi. Mayli, bu gazel o'ylagandan ancha kuchliroq chiqdi. Hattoki bir bor o'lishga ulgurdik. Unga hattoki otgan qo'llarimiz chimin chaqqandek ham bo'lmadi. Mayli, endi keyingi safar yutishga harakat qilamiz. Keyingi safar ancha qattiqroq oborona bo'ladi. Va keyingi qismda men cheksizlik asaqalarini ishga solaman. Chunki buni oddiy asaqalar bilan yutib bo'lmaydi menimcha. Menga yordam kerak. Kimdan bilmadim. Menimcha men bedrock golemlarni ishga solsam bilmadim. Lekin keyingi qismda albatta yutishga harakat qilamiz. Keyingi qismda o'tib olmaslik uchun albatta kanalimizga obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmang.